Qo'lingizdagi smartfoningiz mayda zararli zarrachalarni tarqatishini bilarmidingiz? Hozir aytib beraman. Siz esa obuna bo'lishni unutmang. Gap smartfon ekrani yoki nurlanish haqida emas. Gap smartfon tarqatadigan mikro i changda. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Gap i changda. Ya'ni juda ham kichkina bo'lgan mikroplastikda. Telefon bo'ladimi, smartfon bo'ladimi, noutbuk bo'ladimi, hattoki quloqchin bo'ladimi, ularning hammasi eskirganda mikroplastik tarqatishni boshlaydi. Bu mayda zarrachalar uydagi havoda tarqaladi. Biz esa ularni to'g'ridan-to'g'ri yutib yuboramiz. Va shu orqali ular oldin o'pkaga, keyin esa qonga o'tadi. Eng yomoni esa olimlar aytishicha, bu zarralar va zaharli qo'shimchalar miyagacha yetib borar ekan. Bu esa yallig'lanishni kuchaytiradi. Qarang, sizning smartfoningiz hattoki qayta ishlangan plastmassadan bo'lsa ham, u baribir zarracha tarqataveradi. Bu degani, demak, qayta ishlash bilan ish bitmaydi. Bundan xulosa qilish mumkinki, smartfonni ishlatib bo'lganingizdan keyin shunchaki axlatga tashlamay, kerakli joylarga topshirishingiz kerak bo'ladi.